Assalomu alaykum. Biz bugun kompyuterga, ya'ni PK ga PUBG o'rnatishni o'rganamiz. Buning uchun bizga xohlagan web brauzerimiz kerak bo'ladi. Men Chromedan foydalanaman. Asosan endi bu yerga Chrome'ga kirgandan keyin Game Loop mana bunday deb yozib olamiz. Mana gameloop.com. Shu birinchi chiqqan saytga bosib, bu yerda download skachat qilishni bosamiz. Va skachat qilib chat qilayotganda mana bu yerga keladi. Mana bu papkachani bosganimizda o'zi birdaniga mana bu oknoga tushiradi hozir. Va bu yerda открыть установить deb chiqadi. Установить bosganimizdan keyin uстановка jarayoni boshlanadi va sizga mana bunday menyu ochiladi. Bu yerdan xohlagan o'yiningizni skachat qilishingiz mumkin va qidirsangiz ham bo'ladi. Men PUBG asosan endi zo'r o'yin bo'lganligi uchun birinchi o'rinda turibdi mana. Lekin buni skachat qilishingiz uchun siz birinchi akkaunt kirgizishingiz kerak bo'ladi. Akkauntingizni kirgizasiz. Facebook yoki Google farqi yo'q. Undan keyin skachat qilishingiz mumkin PUBG. Buguncha shu, obuna bo'lishni unutmang.